Ayılmış. Bugun bizler kasb işlerimizden agar madaniyat tarafında жұмыс istemegende qaysi kasbning egasi bo'lganini so'rab chiqamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Siz madaniyat tarafında istemegingizde qaysi kasbga ega bo'lar edingiz? Men kichkintoyimdan so'ng ustoz bo'ludan o'yladim. Albatta doktor bo'lish edi. Eğer madaniyat tarafında istemegende Qaysi kasbga ega bo'lar edingiz? сварщик. Сол кішкене кезінен бастап ұстаруға қызыққанмын, қазір ұстарауда істеп жатырмын. Demek sazenli olur kalem dediniz. Ata kasıp traktörçü var dedim. Traktörçü olasın canım. Muğaylim bolar edim, men tarih payında kızıqadım. DJ dolar dedim. Men balaligimdan muğaylim bo'ladigan edim. Qo'shiqchi bo'lgan bo'lar edi. Una mattina mi sono alzato